Jinlar, shaytonlar azizlar, birovlarning uyiga osmondan bir joydan kirishlikka ijozat yo'q ekan. Ular kirsa faqat darvozadan kirar ekan. Shunaqa Alloh qoida qilib qo'yganda, endi hammasiga ijozat berganda mana shu darvozadan. Shayton, jinlar kelib bir insonning darvozasining oldida to'planib turar ekan. Agar kim uyiga kiryotib, darvozasini ochayotib, Bismillahirrohmanirrohim deb kirsa uyiga, eshikni tagida turgan jinlarning, shaytonlarning kattasi yonidagilarga aytar ekanki, ketdik, bu yerda bizga joy yo'q der ekan. Bismillah deildimi, endi bu uyga kirilmas ekan. Bu uyda bizga joy yo'q, qaytdik deydi ekan. Ovqat yeyotganda kim bismillah desa ham ular aytar ekan, bu yerda bizga taom yo'q, qaytamiz deb. Endi kim uyga kirganda bismillah aytmasa, ovqat yeganda bismillah aytmasa, o'sha shayton kattasi aytar ekanki, mana bizga tunaydigan joy, mana bizga taom topildi deydi. Likey